Dasturimizda moliya muassasalari faoliyatiga oid xabar bilan davom ettiramiz. Ipoteka bank aksiyadorlik tijorat ipoteka banki mijozlarga ko'rsatiladigan xizmatlar sifatini yanada oshirish, aholiga qulaylik yaratish maqsadida Toshkent viloyatining Quyi-Chirchiq tumanida o'zining yangi filialini ochdi. Endilikda Do'stobod filiali orqali tuman fuqarolari o'zlarining bo'sh pul mablag'larini bank depozitiga qo'yish, plastik kartalar ochish, konversiya amaliyotlarini bajarish hamda migrantlar uchun iste'mol kreditlarini rasmiylashtirishlari mumkin. Filialning ochilish marosimi tafsilotlari muxbirimiz lavhasida. Yangi filialning ochilishida Markaziy bank mutaxassislari, mahalliy hokimlik vakillari va tadbirkorlar ishtirok etishdi. Mehmonlar Do'stobod filialida mijozlar uchun yaratilgan shart-sharoitlar bilan yaqindan tanishishdi. Bugungi kunda Do'stobod filialimizda boshlanishida hozir 24 ta xodim ishni boshlaydi. Kelgusida ushbu xodimlar shtatini kengaytirib borish rejalashtirilganmiz. Do'stobod shaharchasida 13 mingdan oshiq aholi va Quyi-Chirchiq tumanida 100 mingga yaqin aholi istiqomat qiladi va bular barchasiga Ipoteka bank tomonidan zamonaviy xizmat ko'rsatilishi ta'minlanadi. Do'stobod filialida endilikda aholi bo'sh pul mablag'larini bank depozitiga jalb qilish, plastik kartalar ochish, konversiya amaliyotlari, iste'mol kreditlari, avtokredit, mikroqarz, migrantlar uchun iste'mol kreditlarini rasmiylashtirishlari mumkin. Shaharchaning markazida joylashgan mazkur filialda mijozlarga bankomatlardan xorijiy valyutani milliy valyutadan naqd pul mablag'larini yechib olish imkoniyati ham yaratilgan.